Jiguli ishqozlari uchun do'stlar, Sergeli mashina bozoridan navbatdagi videorolikimizni boshladik. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan kanal admini Jahongir. Ancha bo'ldi bozorda aynan Jigulini ko'rsatmaganimga. Xudo xolasa bugun 5-oktyabr Kamoliddin akamiz oldiga kelganmiz. Assalomu alaykum. Jahongir Uz Avto City. Sergeli City bor, har xil nomli kanalim. Ha, kalla bor. O'zi tilim tepidan chiqib ketib qoldi. Qalingiz Jahongir? Rahmat, o'zingiz aka. Charchamayapsizmi? Obunachilar ham ancha sog'inib qoldi aka, obzorlaringizni. Yo, yuribmiz. Sekin, ya'ni Jahongir kanalingizda bir Malibuning orasida epizodda chiqib ketib qoldim, lekin odamlar bir tinga olmay tanimas ekan-ku kanalingizda odamlar. Ya taniydi. Ya, o'shanga ishlaringiz xayrli bo'lsin aka. Xudo xolasa rahmat jigar bilasiz. Xudo xolasa mana bugun Jigulilarni bir kurs deylik, ancha bo'ldi. Jigulidan video qilmayotganimizda. O'zi so'rashyaptimi? Ancha bo'ldi aka, so'rab olovlardan ko'raylik bu safar ham. Bugun mana orqamda ham olov deganingizga olovi ham turgan. Ko'ryapsizmi? Olov oldida yashil bo'lib turibman-da endi. Nima deysiz? Xudo xolasa bugun sekin yaxshi videolar qo'yishni boshlaymiz. Shuning uchun sizlar bizga qo'llab-quvvatlash maqsadida like, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldirib, podpiska bosib qo'ysanglar, biz xursand bo'lamiz. Va ukamizlarni shunaqa videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, mana shunaqa videolar sizlarga qo'yishi bilan birinchilardan kelib turadi. Xudo xolasa. Bugun 5-oktyabr, haftaning yakshanba kuni Kamoliddin akani o'zini nomerini aytib ketaman do'stlar. Savol javobinglar bo'lsa, qanaqadir mashina haqida bo'ladi. Chiqaverasizlar. 90lik 134 82 82. Bilargan Jahongir gapi addishi jigar. Endi o'zingiz olib chiqdingizmi aka mashina? Yo'q, bu men o'zim ko'ryapsiz, prosta nima deydi, odamlarga mana shu sal ko'ziga taniqligim uchun men o'zim obzor qilib beryapman. Lekin men o'zim hozir boshqa sohalarga o'tishni boshlayapman, lekin uni ham sekin oydinlashtirib boraveramiz. Bo'laveradi aka. Sekin videoni boshlaymiz, so'ng negativlar boshlab qoladi. Sekin agar shuni ham boshlaymiz birinchi. Конечно, mashina o'tdingiz, keyin oloviga ham o'tiramiz. Bo'laveradi. 90 nechi edi buni? 90-yil 06 родной состоянияda turibdi. Kraska asvist qilingan. Qizil salon, polni balonligingi, qizil salon, polni masla balon ekan lekin. Gazlari bor. Xullas, salonni bitta ko'rsatganingizdan keyin narxini aytamiz. Agar narxi yo'qsa, bitta like bosib qo'yishadi. Yo'qmasa, nima deydi? Tindagan mashina lekin. Ha, endi bilasiz, tinni mashina ko'rsatamiz-ayu. Yomon mashina taklif qilmaymiz odamlarga. Odamlarga ana shu iloji boricha. Undan tashqari yengillikni ham o'zligi uchun bilmaganlar bilib olgani yaxshi-da, yani. Biz Jiguli 20 yillik bo'lmayapti, unaqa bo'lmagan gap. Bo'lmagan gapligicha qoldi. Endi 50 yilga to'lgan mashinalar faqat shaharda chiqib ketar ekan. Shuni ham inobatga olib, dadil bozorga keladigan joy. Qo'rqmasdan. Qo'rqmang. Pulingizni qo'lingizda ushlab turgan bo'lsangiz, qo'rqib bo'ldi o'zi. Pulni mana soching o'zi. Bo'ldi, sochadigan davr keldi endi. Shunaqa. Shuning uchun 2200 ga berib yuborishar ekan. 2200 berishar ekan. Ha. Gen ham bor. Gen ham bor. Oldin bunaqa narxli bo'lmasdi. Hozir qarang qanaqa pastga tushib ketdi. Mana. $2200 geni bilan bu oxirgi narximi? Ha? 97lik 751 74 94 nomerga aloqaga chiqishadi. Egalaridan to'liq ma'lumot olib, yana baraka qilishadi. Olov deganingizga, yani olovni endi olib ketmasak bo'lmaydi. Sabz rang dedi. Yo'q. iPhone 17 Pro Max deydi. Trenddagi rang. Ha, 79-yil tayyor. Yozib qo'yishdi. Gidravlika, xullas, gidravlika mana turibdi. Tormoznoy sistemalar qilingan, salonlar qilingan, 07 oyna, diska balon, salon, mikrofon kolonka, shumka, hamma narsani qildilar ekan. Noldan qildilar. Mehr bilan. Tiniq ekan bu ham. Nech pulga berib yuboraman deb? Gulishtirlar ham qo'yilgan pavuk. Polni $250 ga pavuklar qo'yilgan. Polni выхлопной qilingan-da, xullas. Ya tegidan kelmasin, xijolat qilmay unaqa. Rangiga bosma endi, oka. Xijolat qo'ryapsiz-ku odam. Injektor motorni anaqalarni qo'yib qo'yishdi baklarini. Tortaydiganda bu. Suradimi mashina? Ham tegidan uchadigani. Tortdingiz nima qilish kerak buni endi? Kamol aka, rangi ham olov. Yo'lda ham olov bo'lib yuradi. iPhone 17 Pro Max. Narxi ham olov lekin. Bitta iPhone'ni puliga berasizmi endi aka? Berasizmi iPhone 17 Pro Max bilan shunday kelsa? Ko'ramizda. Kelsa, aka deydi, telefonga mana mashina alishamiz, barter qilamiz. Gaplashamiz. U ham nech pul? $2300mi? $2400? 2000 nari beradi. Ha, yo'q. O'zi nech pul aka? Bular nech pul beramiz? 2,5 ga bermadim, qo'shilsa beraveraman. 2600 ekanda, xullas, ana bittada aytib qo'ya qoldilar. To'g'ri? 2600 gen berasiz.
Keyin xohlasa keyin beraman. Xohlasa 6 soatda. 94 606 0906 nomeriga aloqa qilasiz. 0908. Ha, 0908 uzr, aka. Yana birovni telefon qilib bezor qilishar, sal qolsa, ora tilimdan yeb qo'yib. Rahmat aka. Xo'p. Azerlov nech pul ekan bu? Bu qizil olov. Ani 86-yil gazi bilan Ehe. balonlarni qarasangizchi. Bir oqlar bilan Azerlov stil qilib orqani dakansa cho'ktirib oldini ko'tarish kerak edi. Keyin qudamga qarab ketish kerak edi shu yerdan. Hozir ko'tarilgan ekan, oldi orqa. Yo'q, buni orqa ham, oldi ham bir standart turibdi-da, уровень turibdi. Kimdan ekan bu? Nech pul los holimaydi. 1,5 ming bor ekan, ey, 1,5 ming so'rash. So'ralishi 1,5, gazi bor. 86 gazi bilan gen bor-a? Gen ham bor. Mers deflektorlar bor, gaz, hamma narsasi bor. 1,5 ming so'rashyapti. Hech pul berib yuborasizlar. Mingga berib yuborasizlar. Nech pul? 1100 mi? Ya endi 100 tushmaydi-da. Bu shuncha umidvor hozir mana bu qalbi nima deydi? Shuncha odam umidvor qilib qo'ydik o'sha 1,5 ni. $1000 ga ko'raylik deganlar uchun. Ha, 1200 qilib bering, qachon 1200 ga olib minishsin. Bering, balki hozir kimdir olib ketib qolar. 1200 ga zo'r narx. Geni bilan bersangiz vaqti maza qilishadi. Berib yuborasiz, to'g'rimi jigar? Xalqqa ham bo'lsin, bir xalqqa ham o'ylaylik. Bir o'z 50 yil endi mashinalarga dabro degandan keyin bo'ladi. Telefon nomer 94 454 6707 nomeriga aloqaga chiqasizlar. Egalaridan to'liq ma'lumot olib baraka qilasizlar. Endi 107 ham bor ekan. Gen bor dedingiz. O'z 007 o'zi bo'lar ekan. Assalomu alaykum aka, qalasiz? Charchasizlar? Rahmat, xudoga shukr. Yili nechi ekan buni? 2008. Jahl qilmang aka. Nejniy yoping, qiz bola-ku. Ha, nejniy. O'zi ertalab sizni eslayotdim, aka kelib qolsalar yaxshi bo'lar. Oyog'inglar tegidan chiqib qoladi. Tabam qilyapti. 2008. 2008 aka injektori aybi bor, единственный bitta raspedal almashtirib olish kerak. Chunki ozgina yedirilgan joyi bor. Val, motorli valmi? Yo'q, raspedal. Ha, tepada. Shaqillar ovoz beryaptimi? Ozgina ovoz chiqyapti. Ha, 1 million nari berilgan. Yo'q, 450 so'm. Ana, endi xizmat haqqilari bilan yaxshi bir xil lozim. 600 ming so'm aka. Mana endi oladigan odam o'zi uchun qilaman desa, 450 ming so'm. Standarti 850 ming so'm Niva turibdi. Polniy sbori, ko'jixlari bilan hammasi. Yangi klapanlar qo'ydim, o'zim uchun almashtirib oldim. Mashina 92 da faqat harakatlanadi, antifrizlari hammasi. Gazi yo'q, nech pulga beramiz? Aka, to'g'ri 9 donmi, reallik rent bo'lsa, chiroyli Kelishtiring, o'tib jigar, beraman. kelishtiring. To'g'ri 9 och cho'chib ketadi krugovой tonirovkasini ko'rib odamlar. Кто ты воин deydi? Sen pele Achilles deb qo'yasiz. To'g'ri bo'lsa aka berib yuboraman. Kelishtiring, jigar. 4000 4000 san nafas rostlab olsa odamlar hozir Aka, to'g'ri aytaman, to'y boshlab qo'yganman. Ha. O'shanga o'zi sotish niyati yo'q edi. Minish. Kamol aka bagaj ko'rsangizchi bagaj. Nima bor ekan? Sehrli. Diskalari. O, deydi-yu. Polniy tayinlangan aka, mashina ani Dino kameralar. o'zim uchun qilganman mashinani. Game bor. Yo'q, faqat axirlayman. Telefon nomeringiz aka? 99 99 860 15 860 15 12 nomeriga aloqaga chiqasiz. Egalaridan to'liq ma'lumot olib, yana baraka qilsanglar bo'ladi. Endi o'tib berarlar akam yana. Bu kimdan? Yili nechi buni? Injektormi, karbon? Voy. Nech pul olsa aka buni? 2200. Moro bo'lsin, barakallar-yu, barakalla. Ish qatda edingiz aka? 2200 mana surniga nech pul bor? Ani bolalar bab qo'yadi, lekin sal katta bolalar surniga-da bu. To'g'rimi aka? 2200 nech pul qilib beryapsiz oxiri? Oxiri 2000 da yo'q. 1800 qiling. Gen berasiz. Gen ham bermaysizmi? Yo'q, uni 1800 ga bersangiz, geni bilan bo'lar ekan-da. Bering, gazi ham bor ekan, Timbori. Ham nollik filtrlarni mayli yechib oling ham deyshadi hozir. Kelishtirib bering 1800 ga maza qilsin xalq. Xalqqa hech kim o'ylamaydi mendan tashqari. Faqat men o'ylayapman, bor-ku. Undan ustiga aytib endi sizga buni bo'lsin degan maqsad berilyapti. Bu telefon nomeringiz 98lik 98lik 099 099 74 76. $74 76 $2000 ga 07 2006
Nomer ham 74, 76 ekan, hamma yoq 6 ko'p ekan, lekin 3 ta 6 ni menga taqib qo'yishdi faqat, aka endi xafa bo'lmaysiz. Hop. Keyingisi. Kofe svetmi nima? Ha, bir 03 ham ko'rsataylik. 03, 3 ta 6 nomerda. Aka, baxt oddiylikda. Конечно, shunaqa. Oddiy yurib, lekin Ha. ko'p joyi zabt etayotgan odamlar ham juda ko'p. Hop. 03 motor, yangi balon. Akam ketdilar, yuvib ketdilar orqaga qarab. Bo'ldi. Yonma uyatgan odam ekanlar bor. To'yda keling mollar qanaqa o'tirgan ekanlar, tushunmayapman bor. Shunda ocharkanlar ketib borar ekanlar bor. Mashinalar orasiga kirib ketar ekanlar akam bor. Sizni olmaymiz aka, sizni olmaymiz. Nech bo'laydi? 4000? Ha, 3900. 3900 deyaptilar. Kelishtirib berar Variant ekanlar. ham bormi? Variant bormi? Ishtir. Game bor. Men kalitingiz qolib ketibdi. Yo'q aka. Sehrli kalit. Yo, o'g'irlab ketmasin hozir men bu yerda. Men ochib qo'ydim. Mana 3 ta 6 nomerlarda. Telefon nomeringiz aka? 90li 046 55 57 nomerga Bunga bormi gen? Ha, gen bor ekan. 3 ta Bor. 6 da yuraverasizlar, sekin bemalol. Katta bolalarning mashinasi qilib. Endi bir arzonlarni ham ko'rsataylik. Ana endi lukli 07 bor ekan. Luki bormi? Luki bor ekan, deydi. Legenda. Yili 2008. Buni qarang. Injektor, metan gaz. Nech pul deyapsizlar buni? Assalomu alaykum. Alaykum aka, siz tanjoningiz ham. Nech pul deyapsizlar buni? Bor ekan, hayot. Sal mana o'sha sal adekvatniroq narx bo'ldi bor. Sal Qancha? tepadan tushganingiz sal arzonlashyapti. 3,5 ming deyapti. Kam bor? Kami bor. Xolisda ko'pi ham bor ekan. Geni ham bor ekan. Variantga ham bor. Voy, nimalar qilib tashladinglar bu? Hamma narsani tiqibsiz o'zi ham bor-ku. Navorotlar qilingan ekanda. Ha, ancha usuli Cho'ktirilgan ekan mikrofon, diska, luk. Subwoofer, voy, ana bo'lmasa. Bitta pultni ochib yubordi-yu. Nech pulga beraverasiz aka endi buni? 3000 gacha. Bermaysizmi? 3000 ga bering, kallamiz chiqib, lukadan baqirib beramiz. 3000 ga beryaptilar deb aka. Bering 3000 ga. Game bor. Telefon nomeri aka. 94li 264 11 15 nomeriga aloqa chiqib, tayyor 07 ni bosib yuboradigan joyi. Injig'i. Ha, lekin qorni ochishi ham bor ekan-da, bu yerda qorni ochishi ham bor ekan. Og'zini ochib turibdi. Bu narsa ber. Teskari ochilik. Ha, qornim och, yo'ldan qoch. Ha. Oldimga tushsang, yeb yuboraman degan ma'noda qo'yib qo'yishdi. Hop, Motor ham almashgan ekanda. motor Prior ekan. Yili nechidagi? 96. Nech pul edi? 3000 so'rayaptilar. 1.6. Pavuk, kompyuter xullas. Hamma narsani tiqib tashaptilar aka. Hurmating borida yo'ldan qoch deganida. Shunaqa. Kraska nimaga shunaqa bo'ladi aka? Mana shunaqa. Endi bir xillardan suvdan bo'ladi, kraska svejiy sepganda o'zi yorilib ketadi. Xudo xolasa, gem bor aka. Nech pulga berib yuboramiz? 208 ga berib yuborasiz. Sal kelishtiring aka, kelishtiring. Nima xarajati bor buni o'zi? Ha, orqali oporniyda turibdi. Prosta oddiy diskada ko'rinmayapti bu. Baxt oddiylik deb oddiy diska taqqansiz. Telefon nomeringiz necha aka? 90li 211 ha 111 1310 nomeriga aloqa chiqasizlar. Egalaridan to'liq ma'lumot olib, baraka qilsanglar bo'ladi. Nima bular qo'lini duoga ochib olmay qo'yar ekan, bu qanaqa bolalar ekan. Arzonroqni ham ko'rsatishga bermaysizlar. Yana Sariqchi. Rangni qarang. Mana nech pul ekan menmi? Bu nech pul Bilol? 1,5 ming. Necha yili? 94. 1,5 ming dollar. Gem bor. Bilol xo'ja, sizmi sen ukam charchamayapsanmi? Nima gap? Qopamiz ha? Hop. Arenda ham bor. Minani bersa 500 ni qilib berishadi. Yo'ldan ham o'tib berasanmi? Vaqt bo'lsa o'tib beramiz. 1200 ga berib yuboramiz hozir. 1200 shtir. Agar variant xohlasanglar 1000 dollarni Olib berib, sotib qilish kerak. gena bu. Ayni Bor ekan ge. Mana ham bor. Ketib qolmay. Oson. Девочки, сигарет, Jordan,
2000 yil. 2000 ekan yili. Gazi yo'q, benzin ham. Nech pul bu? 1,5 ham. 1,5 voy 2000-yil 1,5 mingga. Ana uni nima qilasan ko'rsatmam yo'q 1,5 mingga 2000-yil turganda. Ha, uni gazi bor, buni gazi yo'q. Yo'q, ikkalasini gazi yo'q. Ana bo'lmasam sizlarga sehrli mashinalar 1000 dollarni berib 500 ni qilib beradi bunda. Ana bo'lmasam sizlarga arzonchi mashinalar kerak emas, mana sizlarga arzonchi mashinalarni ko'rsatib bemalol ani kelishtirib olsanglar bo'ladi. Nechi nomering bilan? 97 lik 447 66 40 nomeriga aloqaga chiqasizlar. Egalaridan to'liq ma'lumot olib, Jahongir e'tiborini chaqirsanglar, e'tibor kelib. ham bor. Qani nechi puli? Nechi puli? Bu ham 1,5. Bu ham 1,5. Hamma narsani 1,5, xullas 1000 dollarni berib 500 ni variant qolsanglar bo'ladi. Shunaqa, buraga. Mana shu kamga nomerga aloqaga chiqasizlar, aytdik-ku, ha? Shu nomerga aloqaga chiqasizlar, to'liq ma'lumot olib, baraka qilsanglar bo'ladi. Agar Aka rahmat gapi yo'q. yomon aka. Bu nechi pul? 88-yil puli 1,5 ming. Bu ham 1,5. Xullas 1,5 lik mashinalar shetdi, 1000 pulinglar bo'lsa kelsanglar, hammasini variant qilib beradigan ukam. 500 Bilol. dan choy qilib beramiz. Ana bo'lmasam sizlarga. Ana, kerakmi? Mana. Xullas Gazi telefon ham qilinglar, ishinglar bitib chiqib ketadi. Ukamdan gazi ham bor. Telefon nomerini yana bitta qaytar 97 lik 447 66 40 nomeriga aloqaga chiqib, xullas pulinglar yetmagan joyga xullas bitirib yuborsanglar bo'ladi ishini. Xudo xolasa, Samarani mana qoraylik. U ham 1,5 ming. bu ham 1,5. Bu ham 1. Nima qilsan? Sana bozorda faqat hamma 1,5 liklarni o'zingga tortib oldingmi, Bilol? Assalomu alaykum, Mirdinaga. Qanaqasiz? Sizdan jonisizmi? Charchyapsiz? Samara. 99 lar ikkita xolasi u, xolasi bu tanlab oladi 1,5 mingdan mana endi. Samara haydagansizmi aka? Yo'q, haydaganman men. 15 ga haydaganman. Yaxshi mashina. Yaxshi, endi sal kaprizniydi, men chiqishmayman deb ular bilan. Xo'p. Kelasi shunaqa variant bular ham. Menini beradi, xullas-chi. Nima mashina kerak bo'lsa, arzonga variantga meni mana shu bolaga telefon qilinglar. Ishinglarni bitirib beradi, to'g'risi. To'g'ri bitirib berasam? Sekin tortilish ko'rdingizmi? Siz videoni tugatinglar deysiz. Videoni tugata olmaymiz. Odamlar shamaydi, ko'kjuguli ham turibdi-da, nima deysiz endi? Ozoda panosh trend o't bo'ldi-yu. Yili necha ekan? Assalomu alaykum. 90 2600 dollar so'rashyapti. Motor 011, kraskasi radnoymi? Yorilgan ekan-sa. Xo'p. 2600 gem bor. Gem bor. Gem berasizlar. Yurish turishi yaxshi. Yurishiga hech qanaqa yo'q. Muammosi yo'q. Bunisi qanaqa? Assalomu alaykum. Qanaqasiz? Charchyapsiz, yaxshi qoldingizmi? Tuzumsiz? Bunisini 1800 deyapmiz. Buni 1800 so'rayapsiz. Bunga ham gem bor. Gazi ham bor ekan buni. Lekin ancha bu, lekin aqlliroq ekan. Bu aqlliroq ekan. Yili 89 ekan, bu aqlliroq ekan. Ablizovka plasmas. Ikkalasini nech pul qilib beryapsizlar? Bo'larini. Buni 1,6 qilib beramiz. Ha. Buni 2004 qilib. 200 dan o'tib beryapsizlar. Telefon nomer ikkalasiniki bittami? Yo'q, alohida. Hop. Qaymog'iga 90 lik 359 36 44, oqiga 93 lik 919 26 66 nomeriga aloqaga chiqib, egalaridan to'liq ma'lumot olsanglar bo'ladi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, shu joyda to'xtatamiz. Endi iloji yo'q. Chunki o'sha ukajonimiz mana shu omin qilib qo'li charchab ketdi, yuzini yuvyaptimi, tushunmadim, nima qilib yotibdi halidan beri. Ko'zimga pashsha kirib ketdi. Ha, xudo xolasa ukamizga kuch-quvvat bersin, xudo xolasa yaqin qisqa kunlarda xudo xolasa yaxshi yengilliklarda. Aka gap. Yo'q, mashina olayotganingizni aytyapman-da. Ya'ni Cobalt olaman dedingiz. Shu Cobalt desalom olib chiqib olsangiz, xudo xolasa, nazar qilib biz ham katasa qilaylik mashinangizda deydi. Xudo xolasa, keyingi videolarimizni ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Agar shu kanalda meni ko'proq ko'rish xohlasanglar, bitta like bosib maksimalni ko'rsatib qo'yinglar. Bilib olsin bolalar, maksimalni bitta like bosinglar. Maksimalni like ko'p yig'sa, lekin keyingi safar yana kelib Jahongir video qiladi. Keyingi videolarda xolasa har doimgidek ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Jahongirga atdeniy rahmat. Vaqtini ajratib kelgani uchun atdeniy rahmat. Abzor uchun sizga alohida rahmat kattakon, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Rahmat kattakon.